Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Rozu Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslaq 2021 yıl 2 ayının 1 günü. Tünügün sözlüge leksiyamda bir leksiya keçip ketdi dağla vatandaş. 18. mesela 17 çıkıp ketdi o 18. Şuna keyindeki 3 leksiyamını yollayamay olturup kaldım. Bugün yani onun davamını mı tayarlap çıktım. Onu ikinci yeni leksiya süptede sözleyimiz. Bugün 18. toluklu vitay hürmetli vatandaş. Anda kağallarda koyup verimiz. Selamet bulanlar vatandaşlarım değil mi? Yukarı leksiyanın şu 17. leksiyada sözlengen leksiyanın davamı. Bu seyahat gruppisinin azaları cümleden Uygurlar, Kazaklar, Kırgız katarlık Müslüman azsallık milletleriydi. Ular Cungo tili de sözleştiğini bilmeydi. Buyruqda mundaq görüstüldü. Bu gruppilar içinde umuman 200 kişi var idi. Bularning mutlaq köp qismi nazarband qilingan kishilarning urug' tuqqanlari edi. Ajoyib gap ekan. Balachaqisi nazarband qilib qo'yib, ya'ni uningdan birini ayirib olib, haqsiz sayohatga ishkirga tashkillab, ularning tilpin aloqasini kuzatish. Nemanda bichora olg'a tushib qolgan gap bu kompartiya. Yaqinda nurg'un ahvollar oshkorildi ekan. Radikalistlarning urug' tuqqanlari bir yerga to'planadigan vaziyat yuz berdi. Mustamlik Uyg'uristonda törmege nazarband qilingan, törmege kesib apirib etilgan atalmış cinayetçiler, Uygurlarning balachaqalari hozir Uyg'uristonda bir yerga to'planadigan bir hodisa, bir vaziyat o'ttirg'i chiqdi. Bundaq ahvol nihoyat yuqori darajada ahamiyat berishni talab qiladi. Bu saqchining doklati deyilayotgan gaplarmi? Bu uchurga ega bo'lgandan keyin darhol tekshirishga boshladi. Haqsiz sayohatga avatilgan kishilarning orqa ko'rinishi, maqsad, muddaolari, faoliyatlarning ichki tafsilotlari tekshirib turiladigan bo'ldi. Urumchi shahar markaziga yaqin Shihaba, O'stan bu rayonida saqchi idorasi bir buyruq topshirib oldi. Hamda 2018-yillik doklotda aloqador xizmatlardan xulosa chiqarildi. Bir nafar Uyg'urni qo'lga olishga buyruq tushirildi. Bu nafar Uyg'urning jinoyat sodir qilganligi to'g'risida xotira yo'q edi. Azaldan undidor deydigan nimalarga qatnashib boqmagan edi. Sayohatchi salohiyati bilan Jungoning har qanday bir joyiga sayohatga berib boqmagan edi. Saqchi taraf bunda xotirildi. Uning haddi harakatlarida xato yo'q. To'g'ri. Biz uningdan gumon qilmadik. Lekin onun qo'l tilpini musodara qildik va saqchi idorasining to'rbat bexatarligi bo'limiga topshirib berdik. Aynı rayon dairesinde kontrol qildik va nazorat qildik. Nazorat qilish hukumat o'zi ishonchlik deb qaragan bir nafar kadrni uning uyiga avatib maralash va nazorat qilish deganlik edi. Bu nafar Uyg'ur to'g'risidagi xotirlar allaqachon avtomatik nazorat qilish sistemasiga kirgizildi. Saqchi taraf bo'lsa bu nafar Uyg'urni tekshirgan edi. Va hukumat kadrlarni avatib bu nafar Uyg'urni butunlay tizginladi va nazorat ostiga oldi. Bu chunki bundan 5 oy burun uning otasi diniy faoliyat bilan shug'ullangan edi. Saqchi tarafning xotirasiga asoslanganda uning otasi va uning otasining eri taklif qilinib, yana boshqa bir nafar Uyg'ur bilan birlikda Urumchida uchur aloqa qo'llanish tartiblariga kirgizildi. Bu tartiblarni qo'llanish Tension kompaniyasida ishlatiladi. Yana boshqa bir jup ayol atgan soat 7dan keyin soat 11:30gacha bir dona kompyuter bilan bu gruppaga qatnashib turadi. Har kishi tamok chekishni, aroq ichishni to'xtatdi. Ayol kishi bo'lsa uzun ko'ylak kiyishga odatlandi. Dokalatda mundaq ko'rsatildi.
Ular laptop, kompüter orqali diniy radikalizm uchurlarini anglashga boshladi. Saqchi tarafı bir jup ayolning 168 parcha diniy tabliğ film hujjatiga qatnashganlik to'g'risidagi xotirasini qo'lga tushirdi. Chunki ular islom diniy tarbiyasiga munosabatlik bo'lishi kerak. Acısı bir jup ayolning taqdiri nim bo'ldi? Bilgili bo'lmaydi. Bu dokladda bu nafar ayolni ikkinchi bir saqchi idorasiga avatib berganligi to'g'risida tilga ilindi. Kemtikni to'liqlab bo'ldik vatandoshlar, endi yangi leksiya ko'chimiz.